Keyingisi insert qismiga o'tamiz. Bizda diagrammalar har xil: ustunli, yangi ustun, line. Xo'p, endi bu Excel bilan bog'lanadi. Albatta, Word'da ham shunaqa edi. 2 marta bosamiz. Open. Mana bizga berilgan. Xo'p, davlatlar yozaylik mayli. Property mayli. Davlat aholi soni yoki aholi soni. Bu yerga davlatlar yoziladi. Rossiya, Xitoy deylik. Aholi soniga tegib o'tirmadim. Bitta O'zbekistonligini 30 yozib qo'ysam. Bo'ldi. Endi bu yerdan X bosib chiqib ketaveramiz va bu yerda yengillashib bosamiz. Va bizni mana ko'rib turibmiz, Rossiya, Xitoy, O'zbekiston, AQSh o'sha ko'rsatib qo'ygan chiziqlar orqali. Endi ozgina yaqinlashtiramiz. Mana ko'rib turishimiz mumkin. Bemalol kichkinlashtirib bu yerda mana. Diagram bilan ishlash xuddi shunaqa, uncha qiyin emas. Oson bu yerda mana. Xo'p, endi bu yerda variantlar jadval bilan ishlash xuddi shundoq. Jadval bilan ishlash, diagramma bilan ishlash mana shunaqa amalga oshiriladi.